Sanlar restoranlaring vashshi bo'lmaydi. Qimmatligini odam ishton necha olasanlar-yu? Sen birinchi narxlarni ko'rgin, keyin gaplashamiz. Ketdi. Qatga ketasan, yur bu yoqqa. Menga qara. Mana shu 3 ta ovqatdan любой bittasini olsang, ajikasi, tuzlama, salatlari bepul, choyni ham bepul qo'shib beramiz. Oka, unda ovqatingizni olib qo'ying-da, mana shu bepul narsalar qolsin. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, narxlarni ham yuboraman. Kofta restoranda asosan 3 ta yo'nalish. Bulardan turk koftasi, turk danari va tovuq qanotlari. Uchala yo'nalishdan bittadan taom etdik. Hammasini yoniga bonuslarni qo'shib berishdi. Qanotlarning ko'rinishi yaxshi, qip-qizil ishtahochar bo'lib turibdi. Koftalar haqida bo'lsa, juda ham ko'p gapirganman. Toshkentning eng yaxshilaridan bittasi deb bemalol ayta olaman. Lekin bugun menga ko'proq danar yo'nalishi qizuvroq bo'ldi. Danardan xolen porsiya, xolen mashhur Iskandar kabob taomi yoki bo'lmasam ishtahochar beyti ham olishingiz mumkin. Iskandar ko'rinishlari zo'r, go'shtlari yaproq-yaproq kesilgan. Lekin menga ko'proq beyti yoqdi. Go'shtlari dobri solingan, ayniqsa yonidagi suzmalari bilan quchoqlashib ko'rishyapti. Tavsiya qilaman. Kommentariyaga plus qoldirsanglar, ovqatlar narxini ham tashlab beraman. Adres Ganga, mo'ljal eski Pinokio do'koni, Kofta by Salih Gurman. Bularning Chilonzor Al-Xorazmiy Krudda ham filialligi bor. Videoni sizga erish kerak bo'lgan odamga ham yuborib qo'yamiz. Aniq lokasiya Telegram kanalda.